Maktabga qo'lda yasalgan futbolkada keldi va bu uni butun hayotini o'zgartirdi. 2019-yil Florida. Maktabda universitet kuni o'tkazilayotgan edi. Har bir o'quvchi o'zi yoqtirgan universitetini futbolkasida kelish kerak edi. Lekin bu bolada bunaqa futbolka sotib olishga puli yo'q edi. U oddiy to'q sariq mayka oldi. Keyin bo'lsa orzu qilgan universitetini tennis logotipini qog'ozga qo'lda chizdi. Uni bo'lsa maykasiga yopishtirdi va maktabga bordi. Afsuski, ba'zi o'quvchilar uni ustidan kula boshladi, masxara qilishdi. Lekin bitta o'qituvchi bunga boshqacha qaradi. U bolani suratini olib internetga joyladi va shunchaki bitta iltimos qildi. Kimdir bu bolaga haqiqiy futbolka topib bera oladimi? Shundan keyin hammasi o'zgardi. Hikoya internetda virusdek tarqaldi. Uni hatto tennis universiteti ham ko'rib qoldi. Eng qizig'i bo'lsa, universitet bolani qo'lda chizgan rasmni rasmiy futbolka dizayniga aylantirdi. 50 mingdan ortiq futbolka sotildi. Tushgan mablag' bo'lsa maktablardagi bulingga qarshi kurashga yo'naltirildi. Universitet keyinchalik bolaga 4 yillik stipendiya taklif qildi, ya'ni bepul ta'lim. Bir paytlar ustidan kulishgan bola orzusidagi universitetga yo'l oldi. Ba'zan hayotni bitta voqea o'zgartiradi. Shu uchun bugun boshdan kechirayotgan qiyinchiliklaringiz ertaga eng katta imkoniyatga aylanishi mumkin.